Assalomu alaykum, hurmatli Qulupnay biznes kanalining obunachilari. 2025-yil 4-oktyabr. Mana 1-2 kunlari ekilgan qulupnaylarimiz gullab boshlagan. Ko'pchiligida gullar bor. Mana kalsiy yetishmovchiligi bo'lgan ozgina. Bitta ikkitasida shunday mevalari ham bor. Bugun asosiy mavzu qulupnaylarga ildizdan qanday oziqalar beriladi, shu haqida gaplashamiz. 1 tonna suvga, mana hozir 1 tonna suvimizga 200 gram mana shu azotli kislota, 200 gram azotli kislota qo'shib pH tushirib oldik. pH 6.2 ga tushdi hozir. 8.5 ida pHimiz, 8.5 dan 200 gram azotli kislota qo'shganimizda 6.2 ga tushdi. Endi ularga oziqalar qanday beriladi? Xo'sh, oziqalar birinchi oziqalar bilan men hozirgi yosh qulupnaylarga 3 marta shu programma bo'yicha oziqa berdim, dastur bo'yicha. 2 marta kalsiyning o'zini berdim. 1 tonna suvga 1 kilodan. Mana shu hozir ko'rsatgan qulupnaylarimga 5 marta oziqa berildi. 3 martasi dastur bo'yicha, 2 marta 1 tonna suvga 1 kilo kalsiy nitrat qo'shib berdim. Xo'sh. Mana bu oziqa, ushbu ozuqalar qulupnay yerga ekilgandan keyin birinchi gullar ko'ringuncha mana shu oziqalar beriladi. Oziqalarni o'qib beraman. Shunday bu oziqalarni 1 tonna suvga moslashtirilgan. Buni internetdan Bioxim Agro kanalidagi Rustam aka agronomdan yozib olganman bu oziqalarni. O'tgan yili, bu yil 2-yil. 2 yildan beri mana shu oziqalardan qulupnaylarga beraman. Allohga shukr, yaxshi natijalari. 1 tonna suvga kalsiy nitrat 474 gram, kaliy nitrat 211 gram, monofosfat kaliy sulfat magniy 233 gram, monofosfat kaliy 106 gram. Keyin mikroelementlar temir 30 gram, marganis 20 gram, sink 10 gram, bor 20 gram. Xo'sh, himoya shiraga qarshi yaguar sepsa bo'ladi ekan. Keyin o'rgimchakkanaga, trepsga samjunsal sepiladi. Ildiz chirishga ildizdan organika F beriladi ekan. 1 oyda 1 marotaba 1 tonna suvga 1 litr solib beriladi ekan. Keyin bu oziqalarimiz qulupnay ekilgandan keyin birinchi gullarigacha to'xtatmasdan bersa ham bo'ladi ekan, agar imkoniyat qiladiganlar. Faqat bu oziqalar yerga ekilgan qulupnaylar uchun yozilgan. Mana shu qulupnaylarni oziqalarni qo'shganda bir esi bo'lish kerak. Yana suvning o'zining esi qo'shilganda u bilan yana ko'tariladi. Xo'sh, bu qulupnay gullash davrida beriladigan oziqalar. Buni ham shunday skrinshot qilib olasizlar. Xo'sh, bu qulupnay gullash davrida. Keyingi mana oxirgi oziqamiz qulupnay mevalash davrida. Qulupnay guldan qaytib donlash davrida beriladigan oziqa. Kalsiy nitrat 540 gram, kaliy nitrat 245 gram, sulfat magniy 450 gram, monofosfat kaliy 125 gram, sulfat kaliy 105 gram. Mikroelementlar temir 30 gram, marganis 20 gram, sink 10 gram, bor 20 gram. Mikroelementlar o'zgarmaydi, gramlari bir xil holatda turadi. Oxirida sulfat kaliy ham qo'shiladi, 105 gram ekan.
Xo'sh, bular shu oziqalar. Hozir aytganimdek suvning pH'ini 6.2 ga tushirib oldik. Endi mana shu 6.2 ga tushirilgan suvdan, bachakdagi suvimizdan, xo'sh, mana bu mayda bachakka olib qo'yamiz. Kalsiy nitratni eritib olamiz birinchi. Buni mana bir tonna suvimizga kalsiy nitratni mana eritib qo'shdik. Endi xo'sh, kaliy nitrat. Kaliy nitratni eritib qo'shamiz. Har birini eritayotganda mana bu oziqa aralashmagan suvdan, faqat pH tushirilgan bu suvdan oziqa qo'shilmoqda. Shu suvdan mana endi kaliy nitratni qo'shamiz. Eritayotganda oziqalarni alohida bir-biriga qo'shmay eritish kerak. Mana shu tartibda oziqalar eritiladi. Xo'sh, bochkadan pH tushirilgandan keyin suvdan bu mayda bochkamizga olib qo'ydik. Bu oziqa qo'shilmagan suvga mana bu oziqalarni hammasini navbati bilan mana ko'rsatilgan ro'yxat bo'yicha eritamiz. Kalsiy nitrat, keyin kaliy nitrat, sulfat magniy, keyin monofosfat kaliy oxirida fosforli oziqamiz. Xo'sh, bu azotli kislota haqida ma'lumot berdim. Bu mikroelementlarimiz temir, mana bu marganez, sink, mana bor. Ularni ham alohida eritib, mana shu bir tonna suvga qo'shamiz. Bir tonna suvga qo'shilgandan keyin qulupnaylarimizga ildizdan yuboramiz. Mana shu bir tonna suvni shu yerda 3000 dan oshiq ko'chat bor. Shunga bir marta oziqa berishga 2 bo'lib qo'yaman. 3000 dan oshiq ko'chatga mana shu bir tonna suvimiz bir marta berishga bo'ladi. Keyin oziqadan oldin ham, oziqadan keyin ham men izidan oldidan yana toza suv yuboraman. Chunki bu bir tonna suv bilan yaxshi suv ichmaydi, kamlik qiladi. Oziqali suvning oldidan va keyin izidan toza suv beraman. Qulupnaylar ekilgandan beri yana bir marta eslatib o'taman. 5 marta oziqa berdim. Shu 5 martaning 3 martasi mana shu programma bo'yicha. 3 marta mana bu gullashgacha davrdagi oziqani berdim. Endi mana bugundan boshlab mana bu oziqani beryapman. Orada 2 marta kalsiy nitratni 1 tonna suvga 1 kilodan qo'shib berdim. pH metr, esimetr bular. Suvning pH'ini tushirib, keyin oziqalarni berish kerak. Oxirida esini ham o'lchab ko'ramiz. Hozir video cho'zilib ketib qoladi. Xo'sh. Sizlarga hozir o'tgan yilgi qulupnaylarni ham bir ko'rsataman. Mana bular o'tgan yili ekilgan qulupnaylarimiz. Bular 2024-yilda ekilgan. Xo'sh. O'tgan yil kuzda ham ekkanimizdan keyin hosil olganmiz. Keyin bahorda asosiy hosilni bahorda olganmiz. Bu yil yana mana kuzda 2-yil hosil beryapti. Ko'pchilik biladi, bu tomon albion. Bu tomondagilarimiz mana kleri. Mevalari, hosillari. Tamam, mana albion. Maşallah, albionlar